15-20 yil oldin bu shirinlik legenda bo'lgan. Yig'in yoki to'ylarga shu shirinlikni ko'tarib kelgan qaynanalar to'rga o'tkazilardi, ularning keliniga bo'lsa eng yaxshi kelin unvoni berilardi. O'sha paytlarni siz ham esladingizmi? Shu shirinlik haqidagi xotiralaringizni kommentariyaga yozib turing, men ungacha sizga retseptini beraman. Unga razrixitsil qo'shib, margarin bilan urvoq holga keltiramiz. 4 ta tuxum sarig'iga smetana aralashtiramiz va unli massaga solib yumshoqqina xamir qoramiz. 4 ta bo'lakga bo'lib xaltinga tinish joy qo'yamiz. Tinganidan keyin to'rtburchak qilib yoyib 10 sm qilib kesamiz. O'rtasiga olcha qo'yib tugib olamiz. Iloji bo'lsa olchani biroz muzlatib oling. 180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. O'sha paytlarda qaysi kir yuvish kuni legenda bo'lganini bilmayman-ku, lekin hozirgi paytda Bavini legenda deb ayta olaman. Sizlar Bavini очиститель orqali tanigansizlar, lekin hozir ularda shunaqa kir yuvish vositasi ham mavjud. Va har doimgidek sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Narxi ham yo'q, asosiysi juda ham barakali. Turbuchkalarimiz pishib chiqqandan keyin uni 4 tadan qilib taxlab olamiz. Istagan kremingizdan foydalanishingiz mumkin. Men muzqaymoqli kremdan foydalandim. Hamma joyiga bir tekisda qilib surtib, keyingi qatlamlarni bittadan kamaytirib terib chiqamiz va har bitta qavatiga krem suriladi. Shunaqa qilib 3-2-1 qilib taxlab olamiz va ustiga ham kremni chiroyli qilib surtib, xohishga ko'ra dekor qilamiz. Men ustini eritilgan shokolad bilan yasatib oldim. Shu shirinlik haqida iliq xotiralaringiz bilan bo'lishib, yurakchani bosib qo'ysangiz xursand bo'laman.